Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun mana bitta obyektimizga darvozamizni o'rnatdik. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz aka-ukalar. Xohi tomonlarga kelishgan holda darvozamizni ma'lumot qilib beramiz sizlarga. Bu darvozamiz 2 arkali, reflonkali darvoza bo'ldi. 1 kvadrat metri 850 ming so'mlik varianti. Xo'p, darvozamizning stoykalari 1.7 bo'lgan. 8 ga 8, profillari 6 ga 4, 1.5 qalinlikda listlarimiz 1.3lik. Xo'p, o'rtalari barg listi двойной qo'yilgan. Bu sharmanka list alohida, bu ustiga qo'yilgan yana. Yarim 2 qavatli darvoza deyiladi. Yarim 2 qavatlini arzon skidka narxlarda 850 ming so'mdan tayyorlab berdik. Darvozamiz razmeri bo'yiga 3.60, eniga 3.40. 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan olib o'rnatib beramiz aka-ukalar. Xudo xolasa kraskalarimizga ham garanta beramiz. Bu darvozamizni Xo'jaobodga, Andijonning Xo'jaobodiga olib o'rnatdik. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Tepa qismi 50 sm joyi alohida ochilmaydigan bo'ldi. Darvozani o'zi 3.45 ochiladi. Mashina o'tadigan joylari 8 lik shivillardan qo'yib berganmiz. Eshigi kiraverishdan 10 qo'lda ochiladi. Kimga qiziq bo'lsa, aka-ukalar bemalol telefon qilinglar. Orqalari sentr zamokdan bo'lgan. Hamma yo'g'i cho'tga chiqqan darvozamiz mana. Shumkaga o'xshab chiqadi. Mana joylari 2 qavatli. Xudo xolasa orqa qismi darvozamizning orqa qismi juda ham chiroyli mana. Sharmanka reflonka listli darvozamiz orqa holati xuddi shu ko'rinishda turadi. O'rtalari har doimgidek sentr zamok ochilib yopilishlari cho'tki. Mana darvozamiz ochilib yopilishlari. Xudo xolasa aka-ukalar bemalol telefon qilaverasizlar. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz sizlarga. Mana shunday darvozalar sizlarning ham xonadonlaringga nasib qilsin, niyat qilganlar bizga ham nasib qilsin deb yozib qo'yinglar. Darvoza kerak do'stlaringizga videomizni ulashib qo'yinglar aka-ukalar. Xudo xolasa mana chiroyli qilib imorat solishibdi. Remontlarigacha mana darvozani o'rnatishib oldi. Xudo xolasa ko'pchilik stashkadan oldin, patologdan oldin qilsa qanday bo'ladi deyshadi. Patologdan, stashkadan oldin darvozani qilinsa, iloji bo'lsa mana shu tepasida ham zazur qoladi. Bu to'sinimiz pastga tushgan ekan, orqadagilar ko'tarilgan. Shuning uchun hozir oldi to'singa tirab qo'ydik. Agar patolog bo'ladigan bo'lsa, misol patologda hisobini olib 20 sm, 15 sm chiqaramiz. Keyin stashka bo'lmagan bo'lsa, yo'ldan urvendi olib, nollaringni chiqarib berib, chiroyli qilib o'lchab joylaringga o'rnatib beramiz. Xudo xolasa aka-ukalar bemalol telefon qilinglar. Iloji boricha internet orqali bog'lanasizlar. 145 70 22 shu nomerimizda Telegram postoyanno ishlaydi. Murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa bu darvozamizni 11 millionga olib o'rnatib berdik. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz sizlarga ham. Sog' bo'linglar aka-ukalar.